O'zbekiston hududida 5 xil birja bor. Bular fond birjasi, tovar xomashyo birjasi, valyuta birjasi, kriptovalyuta birjasi, mehnat birjasi. Bu har biri 5 xil birja. Har biri alohida kasb, alohida bu yo'nalish. Birinchisi fond birjasi, bu qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiyalar bilan shug'ullanadi. Ya'ni siz biron bir korxonani bir ulushini sotib olasiz. Ikkinchisi bu tovar xomashyo birjasi. Bu tovarlar, xizmatlar bilan savdo qiladi. Ya'ni asosan bu yerda nimalar savdo bo'ladi? Neft mahsulotlari, rangli metal, qora metal, sement, alibastr va shunga o'xshagan ko'mir va shunga o'xshagan mahsulotlar bilan savdosi bo'lib o'tadi. Uchinchisi bu valyuta birjasi. Bu hozirda keng ommaga tarqalgan birjalardan biri va yonma-yon bu yerda aldovlar ko'p bo'layotgan birjalardan biri. Bu hozir hammaga ma'lum forex trading bilan shug'ullangan birja hisoblanadi. To'rtinchisi bu kriptovalyuta. Kripto aktivlar bilan shug'ullanuvchi birja, blockchain texnologiyasi asosida ishlaydigan savdo platformasi hisoblanadi. Beshinchisi bu mehnat birjasi. Mehnat birjasi bu hammaga ma'lum, korxonalarni ishlar bilan ta'minlaydi yoki korxonaga joylashtirish bilan shug'ullanadi. Ana shuni tushunish kerak. Birja deganda bir nechta turlari bor, broker deganda ham bir nechta turlari bor.